Hammaga salom do'stlar. Demak, bugungi videomiz mana shu ilova haqida bo'ladi. Bu ilova orqali biz o'yin o'ynab pul ishlab boramiz. Hozir video davomida sizga batafsil ma'lumot berib o'taman. Undan oldin esa mana shu Telegram kanaliga obuna bo'ling. Bu yerda mana bir qator yangi platformalar, saytlar va mana shunga o'xshagan ilovalar haqida ma'lumotlar bor. Aytgancha, hozir men video qilmoqchi bo'lgan ilova to'ladi. Mana ko'rib turganingizdek 100% to'lovda. Bu ilova Telegram, ya'ni Play Marketda mavjud. Mana shuni ustiga bosamiz. Bizni Play Marketga olib o'tadi. Meni to'g'ri ilovani o'ziga olib o'tdi. Sababi men ilovani yuklab olganman. Boshida kirganingizda siz Gmail akkaunt orqali ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak bo'ladi va sizga qanchadir miqdorda bonus beradi. Adashmasam 15,000 point bonus beradi. Meni hisobimda hozir mana 233,117 point bor. Demak, bu yerda bo'limlar bor. Bu yerda kunlik bonus bor. Bu yerda sozlamalar bo'limi, bu yerda xabarnoma, ya'ni bildirishnoma, ya'ni xabarlar bo'limi. Bu yerda ham qandaydir bonus bo'limi bor. Mana shu ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda kod kiritish kerak ekan. Xo'sh, kodni bu yerdan adashmasam Telegram, Facebook kanallari bor ekan. Xo'sh, buni keyin ko'rib chiqamiz. Bu yerda bu bo'limlar kerak emas. Bu yerda ham bir qator bo'limlar bor. Asosan pul ishlash uchun mana shu bo'lim kerak bizga. Bundan tashqari bu yerda mana ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda mana baraballar ko'p. Baraballarni aylantirib ham pul ishlashingiz mumkin. Misol uchun mana shu ustiga bosamiz. Spin now ustiga bosamiz. Xo'sh, qilyapman. Endi reklama chiqadi. Pauza qilib turaman. Reklama tugadi do'stlar. X ni bosib chiqib ketamiz. Ok. Yana 9 soatdan keyin baraban aylantirsak bo'lar ekan, lekin menga bonus bermadi nimagadir. Xo'sh, demak bu baraban deyarli kerak emas ekan. Bu yerda yana boshqa bo'limlar bor. Bu yerda mana shunaqa o'yinlar ham bor. Bu juda qiyinroq desak ham bo'ladi. Bu yerda yana bitta bo'lim bor. Bu yerda ham bo'limlar ko'p. Bu yerda adashmasam bu chiptalar bo'limi, kim qancha olgani, mana o'zbeklar ham bor. Gul, Zebo, Farruh, mana ko'rib turganingizdek, Gulnora, Iroda, o'zbeklar ham juda ko'p. Demak, pastda mana reyting 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin hammasi bor. Men 1740-o'rinda ekanman. Xo'sh, bu yerda ro'yxat, mana reyting. Ko'rib turganingizdek 2-chi, 3-chi reytinglar ko'p. Va qolgan bu yerda referal chaqirish bo'limi. Mana shuni ustiga bosib do'stlaringizni taklif, ya'ni nusxalab olib do'stlaringizni taklif qilishingiz mumkin. Bu yerda nechta odam chaqirganingiz, bu yerda qancha bonus olganingiz bor. 15,000 point berar ekan bitta, ya'ni coin har bitta referal uchun ro'yxatdan o'tib qanchadir bonus olgandan keyin, adashmasam, sababi menda bitta referal bor, lekin bonus berilmagan. Pul chiqarishni oxirida ko'rib chiqamiz. Endi eng asosiy bo'lim mana shu ustiga bosamiz. Ya'ni o'yin o'ynab pul ishlash joyi. Xo'sh, mana shuni bu yerga terishimiz kerak, ya'ni taxlashimiz kerak. Bu yerda mana shu ustiga tortamiz. Xo'sh. Ko'rib turganingizdek, qancha tezroq bo'lsak shuncha yaxshi. Faqat mana shunaqa otlar chiqadi. Bu yerda sababi ot o'yini ilovada ko'rgan bo'lsangiz, otning rasmi bor. Video biroz cho'zilib ketmoqda do'stlar. Shunaqa hamma joyiga qo'yib ko'ramiz, qaysidir bo'limga to'g'ri keladi.
Mana 3 tasi qoldi. Xo'sh. Reklamani ustiga bosamiz va yana reklama pauza qilib turaman. Umuman bu reklamaga kirib o'tirmanglar do'stlar. Bu kerak emas. Bu shunchaki reklama. Reklama tugadi, X bosib chiqib ketamiz. Point address successful. Xo'sh, mana yana shunaqa chiqaveradi. Xo'sh, o'yin tugadi. Mana ko'rib turganingizdek 281 ming bo'ldi. Coinlarimiz ko'paydi. Endi pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Kunlik bonus olish ham esdan chiqmasin do'stlar. Mana shuni ustiga bosadigan bo'lsangiz, har kuni bonus beradi. Qanchadir miqdorda. Demak, bu yerda mana shu ustiga bosamiz. Bu yerda bizning hisobimiz, bu yerda kim qancha pul chiqargani, mana iroda, o'zbeklar ham bor albatta. Bu yerda mana pul yechib olganim, mana ko'rib turganingizdek Tron taraxiga yechib oldim. Bu yerda Withdraftni ustiga bosamiz. Bu yerda xohlasangiz Bitcoin, xohlasangiz Tron, BNB, PP, mana ko'rib turganingizdek Solana hammasi bor. Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Toncoin hammasi bor. Mana Shiba. Adashmasam bularning eng yaxshisi Tron. Bu yerda Bonk ham bor ekan. Xullas bu yerda pul chiqarish joyi ko'p. Hammasi Binance, ya'ni Binance orqali yechib olsangiz bo'ladi. Bu yerda mana Tron ustiga bosadigan bo'lsak, mana shu ustiga bosamiz. Men pul yechib olganim uchun yana 3 soat, salkam 4 soatdan keyin yechib olishim mumkin ekan. Sababi men Trondan pul yechib oldim. Pul kam, point ko'proq bo'lgan bilan pul kamroq bo'lishi mumkin. Ko'proq o'yin o'ynab, baraban aylantirib, kunlik bonuslarni olib, keyin pulingizni yechib olsangiz bo'ladi. Misol uchun Bitcoin ustiga bosadigan bo'lsak, yana bosamiz. Qaysi bo'lishidan qat'iy nazar bittasidan pul yechib olsangiz, adashmasam 10 soatdan keyin pul yechsa bo'lar ekan. Yana men salkam 4 soatdan keyin pul yechib olaman. Agar pul yechib olganimdan keyin skrinshotini, ya'ni isbotini Telegram kanaliga joylab qo'yaman. Shu sababdan Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanal manzili esa kommentariyada bo'ladi. Demak, yana reklama. Demak, bugungi video mana shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va albatta kanalga obuna bo'ling. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin yoki Telegram guruhiga ham yozishingiz mumkin. Ilova havolasi esa Telegram kanalda bo'ladi.